Eng arzon Vodiy kanalida arzon narxda Malibu 2 mashinasi 1.5 turbo motorda mashina 2020-yil 200 ming kilometr masofani bosib o'tibdi, lekin holatlari zo'r, turishlari, kraskalarigacha top-toza ekan. Balonlarning holati yaxshi turibdi. Nexia balonlar taqilgan ekan. 5 ключевой do'stlari bor. Spoilerlargacha qo'yib qo'yishgan ekan. Salonlarning holati ham yaxshi. Birov ko'rgan 200 ming yurgan nima edi? Salonlari ham mana o'zi заводской chexollari bo'lsa ham pokiza turibdi. Panorama lyuklari ishlayapti. Mashina benzinda, gaz-pas qo'yilmagan ekan. Ham yo'g'ini bemalol yaxshilab tekshirib olsalaring bo'ladi. Kuzovida ham qirilgan joylari ham yo'q. 2020 birov aytibman, unda tashqarisidan ko'rsangiz 200 ming yurgan mashina emas. Mana shu joyda ko'rsatib qo'ymasam, hozir ko'rib qolaman. Ko'nglim tinchimaydi mana shuni ko'rsatmasam. 200 ming yurgan. Xo'p. 17 mingdan keluvdilar mana shu 20 minut ketayotgan joyimda ham tortishib turdik. Oxiri 15.950 dollarga qo'yilyapti. Undan umuman tushadigan holati ham yo'q. Unga ham zo'rg'a ko'ndirdik. Telefon qilib baraka qilib kraskasi toza, tiniq turgan mashina.